oxirgi paytda onajonlar orasida farzandlarini ovqatlantirishga bo'lgan qiyinchiliklar mavzusi ko'payib ketdi. Bunga sabab bolalarning injiqligimi yokida boshqa sabab yotibdimi? Assalomu alaykum. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Xadjayevna, bolalar gematologi va kardiorematologi. Bugun shu mavzuni yoritishga yordam beraman. Ovqatlanishda har bir oilani o'z qonun-qoidalari bor. Kimnidir xonadonida yog'li ovqatlar, kimdadir parhez, kimdadir shirinliklarga va yana kimdadir meva va sabzavotlarga qaratilgan bo'ladi. Bugun men oilaviy an'analar haqida emas, balki onalarni qiynab keladigan nega farzandimni ishtahasi yo'q degan savolga javob berishga harakat qilaman. Hozir bu mavzu juda ham dolzarb bo'lganligi uchun har xil fikrlarni eshitamiz. Kimdir bolani zo'rlash mumkin emas deydi, kimdir ovqatni tarkibiy qismlariga ahamiyat berish kerak yokida uni chiroyli qilib bolaga mos holatda tortiq qilish kerak deydilar. Ha, albatta bu fikrlarga qo'shilaman. Lekin asosiy urg'uni kasallikka asl sababini topish bilan shug'ullanish kerak deb hisoblayman. Bu sababini topish kerak degan gapimdan keyin onalarda yana vahima tug'iladi. Voy, sababini topguncha bolam och qolib ozib ketmaydimi degan savol paydo bo'ladi. Keling, bu savollarga birgalikda javob topamiz. Ishtahasizlikka olib keladigan bir nechta sabablarni ko'rib chiqamiz. Bu sabablar 100 dan ortiq sabablarni bir necha soatlab gapirishimiz mumkin. Shulardan eng asosiylarini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabablardan biri hozir aytib o'tganimdek bolani zo'rlash mumkin emas. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, farzandingiz stolga o'tirishi bilan uni o'rab turgan insonlarning ta'siri. Ya'ni bola stolga o'tirgandan keyin ovqatingni yeyapsanmi, tez-tez bo'l, to'kmasdan ye. Har xil beriladigan zamechaniyalar bolani ovqat yeyish bilan bog'liq stressga sababchi bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan bittasi bu elementar xatoliklar. Ya'ni ona ovqat tayyorlash va bolaga berishda qo'yiladigan xatti-harakatlarga nisbatan etiladi. Qanday xatoliklar? Ya'ni ovqat soatlari. Ovqat soatlarini o'zgarishi ham bolani ishtahasidagi o'zgarishlarga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari ba'zi bolalar dasturxon atrofida o'tirib emas, yugurib, o'ynab, sakrab ovqatlanadi. Bu ham boladagi kamchiliklar. Ya'ni bola yugurib yokida sakrab yurib ovqat yeydigan bo'lsa, bunda ovqat tiqilib qolish xavfi yuqori bo'ladi. Bunda ham bolani o'tirishga zo'rlash emas, qaytangi bitta joyda hech bo'lmaganda turgan holatda ovqat yedirishga, ana undan keyin o'tkazib ovqat yeyishga o'rgatishimiz mumkin. Keyingi sabablardan bittasi onalarni me'yori bilmasliklari. Ya'ni kim uchundir bolaga bir piyola miqdoridagi ovqat normal hisoblansa, qaysidir onajonlarimizga bir kosa ovqatni tugatish shart bo'ladi. Biz bunda nima qilamiz? Suhbatlanish jarayonida bilamizki, bolajon ishtahasi juda ham yaxshi, faqat onani me'yori ozgina ko'proq. Keyingi sabablardan bittasi bu organizmdagi defitsit holatlar. Defitsit holatlardan masalan qanaqa holatlar? Temir tanqislik anemiyasi. Temir tanqislik anemiyasida men doim gapirib kelaman, hid va ta'm bilishi buzilishi kuzatiladi. Bolalar noodatiy narsalarni, kimdir qurtga nisbatan o'chlik, kimdir kesak yeyishi boshlaydi. Kichkina yoshdagi bolalar qog'oz, salfetga, hattoki devordagi lepkalarni yeyishni boshlaydi. Kimdir kravatini, kimdir yana kiyimlarini chetini iste'mol qiladi. Aqlini tanigan katta yoshdagi bolalarda sun'iy ovqatlar, ya'ni kimyoviy vosita ko'p qo'shilgan ovqatlarni, chips, kireshkiga nisbatan o'chlik kuzatilsa, yana kimlardadir umuman go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmay qo'yishadi. Mana bunda ham ishtahasizlik klinik belgilari kuzatiladi. Bundan tashqari ko'pincha bu kamqonlikning og'ir darajasi holatlarida bunday bolalarda quyuq ovqatlarni yutina olmaslik yokida kasha obrazniy ovqatlarni ham yutina olmasligi natijasida, mana bo'tqa deymiz, yutina olmasligi natijasida faqatgina suyuq ovqatga yokida ko'krak sutida qolib ketishiga sababchi bo'ladi.
Keyingi sabablardan bittasi bu yoshga doir o'zgarishlar. Yoshga doir o'zgarishlar, ya'ni bolalarda tishlar chiqishni boshlaydi. Bu tishlarni chiqishi paydo bo'lishi natijasida ularda og'riq hissi bo'ladi va bu holatda ham bolajonlar ovqat yemay qo'yishlari mumkin. Keyingi muammolarimizdan bittasi bu oshqozon ichak traktidagi har xil muammolar. Bu tug'ma yokida orttirilgan bo'lishi mumkin. O't qop kasalliklari, gastrit, duodenit, ingichka ichak yokida yo'g'on ichakdagi muammolar kiradi. Keyingi sabablarimizdan bittasi ovqat neofobiyasi, ya'ni yangi oziq-ovqatni qabul qilishdan qo'rqish. Bu asosan 2-3 yoshdagi bolalar orasida boshlanib, 4-6 yoshda o'tib ketishi kerak. Agar 6 yoshdan keyin ham bu holat kuzatiladigan bo'lsa, artrit kasalligi haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Artritda ovqat neofobiyasidan farqi, artrit kasalligida ma'lum bir mahsulotlarni tanlab, chegaralab iste'mol qilish kuzatiladi. Bu ham 2 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida kuzatiladi va ko'pincha ota-onalarimiz buni bolani qaysarligi, xarxashasi yoki erkaligiga yo'yishadi, bog'chaga borsa o'tib ketadi deb kasallikka bir necha yilgacha cho'zilishiga va og'irroq darajasiga kelib qolishiga sababchi bo'lishadi. Yana bir sabablardan bittasi bu tatib ko'rishdan voz kechish. Ya'ni bolangizga qanaqadir prikorin boshlaganingizda qanaqadir sabzavotdan boshlashni tavsiya qilaman, mevadan emas. Chunki mevada shira ko'p bo'lganligi uchun, saxaroz, glyukoza saqlaganligi uchun bolalar shiraga o'rganib qoladi. Men sabzavotdan boshlashingizni tavsiya qilaman. Bunda masalan brokoli pyuresi. Brokoli pyuresini berganingizda bilasiz, u nordonroq va bola bundan bosh tortishi mumkin. Bu bilan biz bolaga yoqmadi, boshqa iste'mol qilmaydi deb to'xtatmasligimiz kerak. Kundan kunga qayta berib ko'rishi, ya'ni u tatib ko'rish edi va kundan kunga berganingizda bunda o'rganish hosil bo'ladi va bolada keyingi ovqatni qabul qilishi osonroq kechadi. Yana bitta sabablardan bittasi hozirgi kun muammosiga aylanib qolgan tez tayyor bo'luvchi ovqatlar, ya'ni pitsa, hot-dog, gamburger, lavashlar. Bu mahsulotlar nimasi yomon? Tarkibida go'shtdan, kotletdan yokida sir va boshqa foydali mahsulotlardan iborat-ku deyishingiz mumkin. Lekin siz ularni qay tarzda va qanaqa kimyoviy vositalar solingan holatda tayyorlanganligini bilmaysiz. Bundan tashqari chips, kireshki va napitka soklarni ham shular jumlasiga qo'shishimiz mumkin. Shuning uchun onajonlar ishtahasi yo'q farzandimmi deganinglarda yuqorida sanab o'tgan sabablarimni bitta ko'rib chiqishingizni va asl muammoni bartaraf qilaman degan fikrga to'xtalsangiz, shifokorlarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Shu o'rinda bizani klinikada chuqur laborator tekshiruvlar borligini va yaxshi shifokorlar ishlashini ham tavsiya qilib o'taman. Agar ushbu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ishtahasi past farzandimni deb yurgan onajonlarga yuborib qo'yinglar. Qay darajada sizlarga foydali bo'ldi? Izohlarda kutamiz. Yana qaysi savollaringizga javob topmoqchi bo'lsanglar, keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Farzandlaringizni biz bilan sog'lomlashtiringlar. Zero orzularni sog'lom bolalar quradi.